dori yozib bergandan keyin javobgarlik bor-ku, dorini olgansiz. Hamma narsa sifrovizatsiya bo'lib turibdi. Endi buni nimasi yutuq deb aytadigan bo'lsangiz, avtomatik sizga 10 ta dori yozyapti, endi bitta dori yoki ikkita dori yozib berishni boshlaysiz. Siz ilovada ko'rib tura olasiz. Siz o'zingiz qanaqa kasallik, qanaqa nazarcheniya olgansiz, oxirgi marta qanaqa kasallikka chalingansiz, qanaqa lecheniya olgansiz, qanaqa dori nazarcheniya berilgan, qaysi vrach bergan, hamma narsani sifrovizatsiya qilib tura olasiz. Endi buni dori yozib bergandan keyin javobgarlik bor-ku, doktor yozib bergan. Uni dorini olgansiz. Hamma narsa sifrovizatsiya bo'lib turibdi. Endi buni nimasi yutuq deb aytadigan bo'lsangiz, sifrovizatsiya bo'lgandan keyin siz bilganingizdan keyin dori javobgar страхование kompaniyalar dunyoda meditsinani страхование kompaniyalar boshqaradi. Bizda davlatimiz subsidiya bilan tekin qilib qo'yganlar. Imенно страхование kompaniya boshqaradi o'zi aslida. Odamlarni kasal bo'lmasligi uchun shug'ullanadi. Odamlar 1 yillik страховка qiladi o'zini, masalan, men deydi $500 страхование qilaman deydi. $500 yoki $1000 страховка qiladi. Bo'ldi. Страхование kompaniya shu platformani sifrovizatsiya qildirtiradi. Sifrovizatsiya qildirgandan keyin bu odam nima doktorga borgan, qanaqa nazarcheniya olgan, qanaqa kasallikka chalingan, oxirgi marta qanaqa kasal bo'lgan, nima dori ichgan, hamma narsani biladi-da. Keyingi doktor dori yozayotganda eski istoriyasini ham, nima dorilar ichgan, qanaqa kasalligi borligiga qarab turib nazarcheniya yozadi-da. Avtomatik sizga 10 ta dori yozyapti, endi bitta dori yoki ikkita dori yozib berishni boshlaydi.